Ikkinchi bob. Saodatga eltuvchi go'zal xulqlar. Go'zal xulqni shakllantirish. 15-yo'llanma go'zal xulqni egallash usuli. Farobiy aytadi: Endi qanday qilib go'zal xulqni malakaga aylantirishni ko'rib chiqamiz. Keyin esa qanday qilib to'g'ri narsani idrok qilish quvvatini, ya'ni zehnni malakaga aylantirish yo'llarini ham o'rganamiz. Malaka deganda men yo'qolmaydigan yoki yo'qolishi qiyin bo'ladigan darajani nazarda tutaman. Biz aytamizki, barcha turdagi xulqlar, yaxshisi ham, yomoni ham o'zlashtirilgan bo'ladi. Agar insonda avvaldan xulq-atvor mavjud bo'lmasa, u biror xulqqa ko'nikib qolishi mumkin. Shuningdek, u o'zining yaxshi yoki yomon xulqda ekanligini ko'rsa, o'z ixtiyori bilan o'sha xulqning ziddini o'zlashtirishi ham mumkin. Matnning sharhi. Biz baxtning ta'rifini o'rgandik. Unga faqatgina go'zal xulq va o'tkir zehn kabi ikki ko'nikma orqali erishish mumkinligini ham aniqladik. Endi qanday qilib bu ikki ko'nikmani yo'qolmaydigan, barqaror malakaga aylantirishni bilib olishimiz kerak. Shu tariqa bizni baxtga olib boruvchi ikki qanotimizni mustahkamlagan va parvoz qilishga tayyor holga kelgan bo'lamiz. Insonning baxtga erishishi va baxtsizlikka mubtalo bo'lishi uning ixtiyori bilan bog'liq bo'lishi kerak. Agar kishi yoshligidagi tarbiya tufayli o'zida bir ko'nikma, masalan, yomon xulq shakllanib qolganini ko'rsa va ko'nikmalar o'zgarmas bo'lsa, uning baxtga erishishi imkonsizdir. Shuningdek, u tajribasizligi, bilimsizligi yoki nafsiga berilishi tufayli o'zida yaxshi yoki yomon xulqni shakllantirib qo'ygan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan o'sha xulqni o'zgartirishning ham imkoni bo'lishi kerak. Umuman olganda, baxtga erishish jabr va majburlov bilan emas, balki ixtiyoriy tanlov asosida bo'lishi hikmatga mos bo'ladi. Amerikalik olim va siyosatchi Benjamin Franklin o'zida ijobiy xulqni shakllantirish uchun maxsus tizim ishlab chiqqan edi. Uning ma'naviy mukammallikka erishish rejasi shaxsiy rivojlanish tarixidagi eng tizimli va samarali usullardan biri bo'ladi. U o'zi uchun muhim bo'lgan 13 ta fazilatni ro'yxat qilib olgan. Bular: birinchisi vazminlik, to'yib yemaslik, mast bo'lguncha ichmaslik. Ikkinchisi sukut, faqat boshqalarga yoki o'zingga foydasi tegadigan gapni gapirish. Uchinchisi tartib, har bir narsaning o'z joyi bo'lsin, har bir ishning o'z vaqti bo'lsin. To'rtinchisi qat'iyat, qilinishi kerak bo'lgan ishni qilishga qaror qilish va qarorni albatta bajarish. Beshinchisi tejamkorlik, isrof qilmaslik, ham pulni, ham vaqtni. Oltinchisi mehnatsevarlik, vaqtni bekor o'tkazmaslik, doimo foydali ish bilan band bo'lish. Yettinchisi ixlos, ya'ni rostgo'ylik, zararli hiyla ishlatmaslik, pok fikrlash. Sakkizinchisi adolat, birovga zarar yetkazmaslik va o'z burchini ado etish. To'qqizinchisi me'yor, chegaradan chiqmaslik, xafagarchiliklarga keragidan ortiq e'tibor bermaslik. O'ninchisi ozodalik, badan, kiyim va uni pok tutish. 11-si xotirjamlik, arzimas narsalar yoki tasodifiy voqealar tufayli bezovta bo'lmaslik. 12-si iffat, nafs jilovini tutish. 13-si kamtarlik, Iso alayhissalom va Suqrot xulqiga ergashish. Franklin bir vaqtning o'zida hammasiga erishib bo'lmasligini anglab, diqqatini jamlash usulini qo'llagan. U har bir haftani bitta fazilatga bag'ishlagan. Masalan, bir haftada u faqat vazminlikka diqqat qilgan. Boshqa fazilatlarga esa shunchaki rioya qilib ketavergan. Olimning 7 ta ustun, ya'ni hafta kunlari va 13 ta qator fazilatlar chizmasi bilan maxsus daftari ham bo'lgan. Har kuni kechqurun u kunini tahlil qilib, qaysi fazilatga amal qila olmagan bo'lsa, o'sha qatorga qora nuqta qo'yib chiqqan. 13 haftadan so'ng bu reja daftarining bir kursini, bir yilda esa 4 ta to'liq kursini tamomlagan. Shunday qilib, yil oxiriga yetgach, u butunlay boshqa yuksak axloqli insonga aylangan. Bu Farobiy ta'kidlagan insonning o'z ixtiyori bilan xulqni o'zlashtirishning yorqin tarixiy namunasidir. Axloqiy fazilatlar bizda tabiatan paydo bo'lmaydi. Chunki tabiat qonunlarini o'zgartirib bo'lmaydi. Biz faqat ularni qabul qilish qobiliyatiga egamiz va odatga aylantirish orqali ularni takomillashtiramiz. Fazilatlarni xuddi hunarmandchilikni o'rgangandek, amalda bajarish orqali egallaymiz. Masalan, quruvchi qurish orqali quruvchiga aylanadi.
Biz ham adolatli ishlarni qilish ortidan adolatli, jasur ishlarni qilish ortidan jasur bo'lamiz. Axloqiy fazilatlar insondagi lazzat va og'riq hissiyotlari bilan bog'liqdir. Insonning xulq-atvori uning nimadan zavqlanishi yoki nimadan og'rinishi bilan o'lchanadi. Yomon ishlar lazzat uchun qilinadi. Ezgu ishlardan esa og'riq tufayli voz kechiladi. Shu sababli to'g'ri tarbiya bu yoshlikdan boshlab to'g'ri narsalardan zavqlanish va noto'g'ri narsalardan og'rinishga o'rganishdir. Fazilatli odam o'zining ezgu ishlaridan zavq oladi. Adolatli ish qilishdan zavqlanmagan odam adolatli emas. Lazzat va og'riqdan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanish insonni yaxshi yoki yomon xulqli qiladi. Fazilatning o'ziga xos tabiati shundaki, u o'rtalikni ko'zlaydi. Bu matematik o'rtalik emas, vaziyatga nisbatan belgilangan oltin o'rtalik. Go'zal xulq va o'tkir zehnni o'zimizda shakllantirgach, uni o'sha holatda mustahkamlab, barqaror yoki yo'qolishi qiyin bo'ladigan holatga ham keltirishimiz lozim bo'ladi. Buning yagona yo'li ularni takrorlash orqali malaka darajasiga ko'tarishdir. Malaka esa shunday bir mustahkam holatki, unga erishgan inson o'z amallarini qiynalmasdan, tabiiy ravishda amalga oshiradi va bu sifat undan osonlikcha yo'qolmaydi. 16-qo'llanma. Odatlanishning mohiyati. Farobiy aytadi: insonning muayyan xulqini paydo qiladigan yoki boshqa xulqni o'zlashtirishga sabab bo'ladigan narsa odatlanishdir. Odatlanish deganda men bir ishni uzoq vaqt davomida, ko'p marta va yaqin vaqt oralig'ida takrorlashni nazarda tutaman. Zero go'zal xulq ham, yomon xulq ham faqatgina odatlanish orqali paydo bo'ladi. Shunday ekan, biz odatlanish tufayli bizda go'zal xulq yoki yomon xulq paydo qiladigan narsaning nima ekanligini ham aytib o'tishimiz lozim. Matnning sharhi. Kishida yangi ko'nikma paydo bo'lishi yoki uning o'zgarishi odatlanish tufayli amalga oshadi. Inson dunyoga kelar ekan, unda baxtga erishish imkoniyati bo'ladi. Odatlanish esa o'sha imkoniyatni qobiliyatga, so'ngra yo'qolmaydigan yoki yo'qolishi qiyin bo'lgan malakaga aylantiradi. Malaka so'zi egalik qilishni anglatadi. Demak, go'zal amallar bizning doimiy xulqimizga aylanganda biz go'zal xulqqa ega bo'lamiz. Odatlanish bu shunchaki takrorlash emas. U 3 ta shartga javob berishi kerak. Birinchisi, bir ishni uzoq vaqt davomida, ikkinchi shart, ko'p marta, uchinchi shart, yaqin vaqt oralig'ida takrorlashdan iborat. Qadimgi Yunon afsonasida kelishicha, Milon ismli yigit yangi tug'ilgan buzoqni yelkasiga qo'yib har kuni toqqa ko'tarilar ekan. Buzoq kundan kunga kattarib, og'irlashib boribdi. Milonning ham kuchi shunga mos ravishda oshib boraveradi. Chunki bu ish uning malakasiga aylangan edi. Oxir-oqibat buzoq ulkan ho'kizga aylanganida ham Milon uni bemalol ko'tara oladigan kuchga ega bo'lgan. Xulq ham shunday. U boshida kichik amal bo'ladi, lekin takrorlash orqali ulkan malakaga va insonning ajralmas qismiga aylanadi. Shunday qilib, insonda biror xulq shakllanishi uchun, birinchidan, u o'sha xulqqa xos ko'nikmalarini uzoq muddat davomida bajarib yurgan bo'lishi kerak. Chunki qisqa muddat bajarilgan amallar inson tabiatiga singib ulgurmaydi. Ikkinchidan, bu amal ko'p marotaba takrorlanishi lozim. Uchinchi shart esa amallar orasidagi vaqtning qisqaligi, ya'ni izchilligidir. Agar mashqlar orasida katta tanaffuslar bo'lsa, ko'nikma shakllanib ulgurmasdan unutiladi. Jarayonni esa qaytadan boshlashga to'g'ri keladi. Zamonaviy fan ham buni tasdiqlaydi. Inson miyasidagi neyronlar bir-biri bilan sinapslar orqali bog'lanadi. Biz biror ishni ilk bor qilganimizda neyron aloqalari juda zaif bo'ladi. Lekin o'sha ishni ko'p marta takrorlaganimiz sari neyronlar o'rtasidagi aloqalar kuchayib, yo'l kengayadi. Harakat takrorlanganda nerv tolalar atrofida miyelin nomli himoya qobig'i hosil bo'ladi. Miyelin qancha qalin bo'lsa, ya'ni odat qancha ko'p takrorlansa, signal shuncha tez o'tadi. Natijada inson o'sha ishni o'ylanmasdan, avtomatik tarzda bajaradigan bo'lib qoladi. Bu malakaning fiziologik ko'rinishidir. London universiteti kolleji olimi Filippa Lali tadqiqotlari, ya'ni odat shakllanishi uchun uni o'rtacha 66 kun uzluksiz takrorlash kerakligini aytadi. Bu vaqt oralig'i juda keng bo'lib, eng oson odatlar uchun 18 kun yetarli bo'lgan, eng murakkab odatlarga esa 254 kungacha vaqt talab etilgan.
Kichik va arzimasdek ko'ringan bugungi harakatlarimiz agar izchil va davomli bo'lsa, ular ertaga bizning taqdirimizni belgilovchi hikmatga aylanadi. Kichik atom odatlar insonni o'zgartiradi. Farobiyning mantiqiy xulosasi hikmat bilan ham tasdiqlanadi. Zero marhamat qilinishicha, eng mahbub go'zal amallar garchi oz bo'lsa ham davomiy bo'lganidir. Sahobalar ilm o'rganar ekan, uni oz-ozdan o'rganishardi. Olingan bilimdagi ilm va amalni to'liq o'zlashtirmagunlaricha keyingi bosqichga o'tmas edilar. Shu tariqa ular ilm va amalni birgalikda olib borishgan. Farobiy odatlanish mexanizmi ko'r-ko'rona ishlashidan ogohlantiradi. Ya'ni bu qoida yomonlik uchun ham, yaxshilik uchun ham bir xil ishlaydi. Kishi yomon amalni yuqoridagi 3 shartga ko'ra takrorlasa, u yomon xulqni egallaydi. Biroq qiyin bo'lsa ham har qanday yomon xulqni tarbiyalash mumkin. Bu haqida keyingi yo'llanmalarda so'z boradi. Biror go'zal xulqni egallashning usuli odatlanish ekanligini bilib olganimizdan so'ng go'zal xulqni paydo qiladigan amallarni ham aniqlashimiz kerak bo'ladi. Go'zal xulqning mohiyati. 17-yo'llanma. Go'zal xulqni shakllantiradigan amallar. Farobiy aytadi: odatlanishimiz tufayli bizda go'zal xulqni shakllantiradigan narsalar bu go'zal xulq egalariga xos bo'lgan, ulardan sodir bo'ladigan amallardir. Bizda yomon xulqni shakllantiradigan narsalar esa yomon xulq egalariga xos bo'lgan amallardir. Xulqlarni o'zlashtirish jarayonidagi holat xuddi hunarlarni egallashdagi holat kabidir. Chunki yozish mahorati insonda faqatgina mohir kitobga xos harakatlarni qilishga odatlanganida paydo bo'ladi. Boshqa hunarlar ham xuddi shunday. Yozishning sifati faqat yozish san'atidagi mohirlik tufayli kelib chiqadi. Matnning sharhi. Farobiy go'zal va yomon xulqni shakllantiruvchi amallarni xususiyatini belgilashda ajoyib yo'ldan boradi. U masalaga nazariy jihatdan bosqichma-bosqich yondashadi. Avvalroq insonlarni to'g'ridan-to'g'ri baxtga olib boradigan amallar qanday bo'lishidan qat'iy nazar go'zal ishlar ekanligini aytgan edi. Endi esa go'zal xulqni ta'riflar ekan, tuxum yoki tovuqning qaysi biri birinchi paydo bo'lgan qabilidagi yondashuvni qo'llaydi. Ayrim odamlar tabiatan yaxshi inson bo'lganim uchun yaxshi ish qilaman deb o'ylashi mumkin. Lekin Farobiy bu jarayon aslida teskarisiga ishlashini ko'rsatib bermoqda. Biz yaxshi ishlar qilganimiz uchun yaxshi insonga aylanmaymiz. Bizda go'zal xulq shakllanmagan holatda ham uni egallash uchun yaxshi ishlarga odatlanishimiz kerak bo'ladi. Go'zal xulq ko'nikmadir. Demak, uni o'zlashtirish va boshqa barcha kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayoni kabi bo'ladi. Hech kim mukammal ko'nikma bilan tug'ilmaydi. Masalan, kishi tug'ilganida unda tug'ma yoza olish quvvati, ya'ni imkoniyati mavjud bo'ladi xolos. Chiroyli yozish mahoratiga esa faqatgina mohir kitoblar bajaradigan harakatlarga taqlid qilib, qayta-qayta va tinimsiz mashq qilish orqali erishiladi. Boshqa barcha kasb-hunarlarda ham holat shunday. Demak, insoniy fazilatlar ham aynan shu mexanizm asosida shakllanadi. 1920-yillarda Alfred Adler psixologiyada go'yoki shundaydek harakat qilish deb nomlangan terapevtik texnikani ishlab chiqadi. U, agar biror sifatga, ya'ni fazilatga ega bo'lishni istasangiz, xuddi u sizda allaqachon bordek harakat qiling deb ta'kidlaydi. Bu strategiya uning mijozlariga nosog'lom, disfunksional xulq-atvor o'rniga boshqa ijobiy variantlarni amalda mashq qilish imkoniyatini berdi. Adlerning bu metodi hozirgacha qo'llanib kelinmoqda va ko'pincha rolli o'yin sifatida tavsiflanadi. Bugungi kunda bu jarayon toki haqiqatga aylanmaguncha o'zingni shunday ko'rsat degan tamoyilga aylandi. Bu kishi maqsadiga erishishi uchun o'sha maqsadga erishgan inson kabi fikrlashi, harakat qilishi va o'zini shunga munosib tutishi kerakligini anglatuvchi psixologik konsepsiyadir. Unga ko'ra, agar o'zimizda biror yaxshi xulqni shakllantirmoqchi bo'lsak, fazilatli insonlarga xos malakalarni xuddi fazilatli insondek takrorlashimiz kerak. Depressiyaga tushgan odamning odatda hech narsa qilgisi kelmaydi. Psixolog unga avval kayfiyating ko'tarilsin, keyin harakatni boshla, demaydi. Aksincha, o'zingni xursand va faol odamdek tutib harakat qil. Yaxshi kayfiyat shundan keyin paydo bo'ladi, deydi. Bu psixologiyada xulqiy aktivatsiya nomli terapevtik usuldir. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, inson kulganda hatto zo'rma-zo'raki bo'lsa ham miya baxt gormonlarini ishlab chiqara boshlaydi. Farobiy aytganidek, amal holatni chaqiradi.
Kishi yaxshi xulqli insonlarning ishlarini qat'iyat bilan takrorlasa, vaqt o'tishi bilan unda ham shunday xulq paydo bo'ladi. Xuddi shu qoida yomonlikka ham tegishli bo'lib, razil kimsalarning qilmishlariga taqlid qilishi va odatlanishi insonda yomon xulqni shakllantiradi. 18-yo'llanma. Xulqlarning odatlanishdan hosil bo'lishi haqida. Farobiy aytadi: inson chiroyli yozish mahoratini o'zlashtirgunga qadar uning tabiatida chiroyli yoza olish quvvati mavjud bo'ladi. Chiroyli yozish ko'nikmasiga ega bo'lganidan keyin esa bu mahoratga aylanadi. Go'zal xatti-harakatlar bilan ham holat xuddi shunday. Inson o'zida go'zal xulqni shakllantirishidan oldin unda shunday tug'ma quvvat bo'ladi. Inson go'zal xulqni egallaganidan keyin unda o'sha xulq mahorati paydo bo'ladi. Demak, inson avvaldan biror bir xulqqa tegishli fe'l-atvorga odatlansa, unda xuddi shunday harakatlardan kelib chiqadigan xulq shakllanadi. Biz shaharda sodir bo'layotgan voqealarda ko'rib turganimiz xulqlarning odatlanishdan hosil bo'lishining isbotidir. Zero siyosatchilar shahar aholisini ezgu ishlar qilishga o'rgatish orqali ularni yaxshi insonlarga aylantiradilar. Matnning sharhi. Endi go'zal xulqni hosil qilishning barcha bosqichlari bizga aniq bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, insonda sof fitrat holatida har qanday ko'nikmani egallash quvvati mavjud bo'ladi. Biz bu quvvatdan foydalangan holda ushbu ko'nikmani ro'yobga chiqaramiz. So'ng odatlanish, ya'ni uni uzoq vaqt davomida ko'p marta va yaqin vaqt oralig'ida takrorlash orqali uni malakaga aylantiramiz. Agar bu malaka ijobiy bo'lsa, mahorat deyiladi. Masalan, chiroyli yozish mahoratini o'zlashtirgunimizcha bizning tabiatimizda chiroyli yoza olish qobiliyati mavjud bo'ladi. Chiroyli yozishga harakat qilishni boshlaganimizda esa bu ko'nikmani ro'yobga chiqara boshlaymiz. Chiroyli yozishga odatlanganimizdan so'ng bu bizning mahoratimizga aylanadi. Go'zal amallar bilan ham holat xuddi shunday bo'ladi. Biz go'zal xulqni shakllantirishimizdan oldin unga ega bo'lish quvvatiga ega bo'lamiz. Unga oid ko'nikmalarni to'liq egallaganimizdan keyin esa go'zal xulq mahorati paydo bo'ladi. Farobiy ushbu qonuniyatni ijtimoiy-siyosiy maydonda ham tatbiq etib, fazilatli davlat boshqaruvchining asl mohiyatini ko'rsatib beradi. Uning fikricha, shaharlardagi hayot tarzi va qonun-qoidalar nafaqat tartib va taqiqlar majmui, balki aholining ijtimoiy xulqini shakllantiruvchi tarbiya vositasi hamdir. Oqil siyosatchilar va fozil rahbarlar xalqni ezgu ishlarga o'rgatish orqali ularni yaxshi insonlar va vatandoshlarga aylantiradilar. Unga ko'ra, dastlab majburiyat yoki qoida sifatida joriy qilingan ezgu amallar, masalan, tartibga rioya qilish, halollik yoki o'zaro yordam, vaqt o'tishi bilan odamlarning qon-qoniga singib, ularning tabiiy xulqiga aylanib ketadi. Bugungi kunda odatlantirish orqali fuqarolarni tarbiyalash mexanizmi dunyoning eng rivojlangan jamiyatlarida yaqqol ko'rinadi. Misol uchun, Singapur davlati jarimalar shahri deb nom qozongan. Boshida odamlar ko'chaga chiqindi tashlamaslikka yoki tartibni saqlashga faqat jarimadan qo'rqqanlari uchun majburiy amal qilishgan. Yillar davomida esa bu harakat ularning kundalik odati, madaniyatiga aylanadi. Yana bir yaqqol misol – Yaponiya. Yapon maktablarida farroshlar yo'q. O'quvchilar sinf xonalari va hojatxonalarini o'zlari tozalaydilar. Bu kamtarlik va mehnatsevarlik ko'nikmasini shakllantirishning muhim jarayoni. Bolalikdan bu ishga odatlangan kishi ulg'aygach jamiyat mulkini avaylaydigan shaxsga aylanadi. Fransuz faylasufi Jean-Jacques Rousseauning fikricha, inson tug'ilganidan yaxshi va pokiza bo'ladi, lekin jamiyat va sivilizatsiya uni izdan chiqarishi mumkin. Shu sababli faylasuf insonni tabiatga sof holiga qaytishni targ'ib qiladi. Shunday qilib, go'zal xulq egalari mahorat bilan bajaradigan amallar haqiqiy go'zal amallar hisoblanishini bildik. Endi go'zal xulq egalari qanday amallarni mahorat bilan bajarishini o'rganishimiz kerak. Shunda go'zal xulqqa xos amallar haqidagi tushunchamiz mukammal bo'ladi. Fazilatli o'rtalik nazariyasi. 19-yo'llanma. Go'zal xulq maromidagi amallardan iboratdir. Farobiy aytadi: qaysi amallarning go'zal ekanligiga kelsak, bular odatlanishimiz ortidan chiroyli xulqni shakllantiradigan amallardir. Biz buni shunday ta'riflaymiz: inson xilqatidagi kamolot bu xulqning kamolotidir.
Insonning xulqidagi kamolotga sabab bo'ladigan ishlar bilan bog'liq holatlar xuddi insonning tanasida kamolot hosil qiladigan ishlardagi holat kabidir. Uning tanasidagi kamolot esa sog'liqdir. Xuddi sog'liq mavjud bo'lganda uni saqlash kerak bo'lgani va mavjud bo'lmaganda uni tiklash kerak bo'lgani kabi qachonki insonda go'zal xulq shakllansa, uni saqlashi, agar mavjud bo'lmasa, uni egallashi darkor. Sog'liqni keltirib chiqaradigan narsalar faqatgina mo'tadil holatda bo'lgandagina sog'liq hosil bo'lgani kabi, go'zal xulqni shakllantiradigan xatti-harakatlar ham faqatgina muvozanatda bo'lsagina go'zal xulq hosil bo'ladi. Masalan, me'yordagi taom sog'liqqa sabab bo'ladi. Mashaqqat, ya'ni jismoniy mehnat ham maromida bo'lsa, sihat salomatlik keltiradi. Shu kabi insonning xatti-harakatlari qachonki maromida bo'lsa, ular tufayli go'zal xulq shakllanadi. Matnning sharhi. Endi go'zal xulqlarning aynan o'zini ta'riflashga kirishamiz. Xo'sh, qanday amallarga odatlansak bizda go'zal xulq paydo bo'ladi va saodatga yo'nalamiz? Qaysi ishlar go'zal sanaladi va ularning o'lchovi bormi? Ushbu yo'llanmada mutafakkir axloq mavzusini mavhum tushunchadan aniq ilmiy mezonlarga ko'chiradi va o'zining fazilatli o'rtalik nazariyasini ilgari suradi. Farobiy insonning ruhiyatini tanasining holati bilan solishtirish orqali mantiqiy xulosa chiqaradi. Insonning axloqiy kamolotini tushunish uchun uning jismiga nazar solish kifoya. Tananing kamoloti uning sog'lomligida bo'lgani kabi, xulqning kamoloti uning go'zalligidadir. Tanadagi muvozanat buzilgan bo'lsa, uni qayta tiklash tabibning vazifasi bo'lganidek, inson ham o'z ruhiyatining tabibi sifatida o'zida go'zal xulqni saqlashi yoki uni egallashi lozim bo'ladi. Shu tariqa sog'liq ham, go'zal xulq ham faqat va faqat me'yor va marom orqali hosil bo'ladi degan xulosa chiqaradi. Farobiy buni isbotlash uchun oddiy hayotiy misollarini keltiradi. Inson uchun oziqlanish hayotiy zarurat, ammo salomatlik ovqatning ko'pligida emas, balki me'yorida bo'lishidan hosil bo'ladi. Taom haddan tashqari ko'p yoki aksincha juda kam yeyilsa tana kasallanadi. Xuddi shuningdek, jismoniy mehnat va harakat ham mo'tadil bo'lsagina tanani chiniqtiradi. Haddan ziyod og'ir mehnat tanani ishdan chiqarsa, harakatsizlik uni zaiflashtiradi. Aynan shu imkoniyat insonning ichki dunyosiga ham taalluqli bo'lib, uning xulqi ikki chetga, ya'ni ortiqchalik yoki yetishmovchilikka og'ib ketmay, muvozanatda turgandagina insonda go'zal xulq shakllanadi. Fazilat bu me'yorni bilish va muvozanatni tutishdadir. Masalan, Yerkes-Dodson tadqiqotlariga ko'ra, psixologik bosim va motivatsiya o'rtasidagi muvozanat insonga eng yuqori natijani beradi. Haddan tashqari kam harakat zerikishga, haddan tashqari ko'p bosim esa vahimaga olib keladi. Bu fazilatli o'rtalikning psixologik ko'rinishidir. Zotan nafaqa qiluvchilar ehson qilishda isrof ham, xasislik ham qilmasliklari va o'rtacha mo'tadil yo'lni tutishlari bilan maqtaladilar. Harakat yoki his-tuyg'ularning hammasida ham o'rtalik mavjud emas. Ba'zi hislarning nomidayoq yomonlik mujassamlashgan. Masalan, g'araz-g'o'ylik, uyatsizlik, hasad hamda zino, o'g'rilik va qotillik. Bu ishlarni me'yorda yoki to'g'ri vaqtda qilish degan tushuncha yo'q. Ularni qilishning o'ziyoq xatodir. Shuningdek, adolatsizlik va qo'rqoqlikning ham me'yori bo'lmaydi. Demak, biz go'zal xulqni shakllantiradigan amallarning xususiyatlarini aniqlab oldik. Bu har bir ishdagi oltin o'rtalik, me'yor va muvozanatdir. Aynan ushbu fazilatli o'rtalikka mos bo'lgan ishlar go'zal amallar bo'lib, ularga odatlanish orqali o'zimizda go'zal xulqni shakllantiramiz. Keyingi bo'limlarda buni aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bundan avval fazilatli o'rtalikdan og'ish qanday oqibatlarga olib kelish haqida biroz mulohaza qilaylik.